Assalomu alaykum qadrli do'stlar, omonmisizlar, tuzukmisizlar? Hammanglarni kuninglar xayrli o'tyaptimi? Ishlaringlar barakali bo'lyaptimi? Charchamaygina, uxlamaygina, ishlamaygina yuribsizlarmi? Bir Facebookda premoy efir qilib qo'yay dedim. YouTube'larda premoy efirlarni andoqlab yotibmiz. Hozir qisqagina yana bir ish faoliyatida o'zimizni shu tirikchilik g'amida ishlarimizni qilib yuribmiz. Hop, Daniyadan mol boqar pasavmistitelstvu yarim stavkada traktorchi aloqaga chiqdi. Mana tirtirni haydab yuribmiz o'rtoqlar. Ano bloger ashnalar bor, ashnalar. Haligi qo'shtirnoq ichidagi ashnalar. Ay, traktorga o'xshab qolsan. Mol boqar, cho'chqa boqar deb har xil gaplarni gapirishadi. Shunga o'xshab mana traktorimizni haydab yuribmiz. Ba'zi aqllilar chiqyapti. Bu traktor emas bu. Ya'ni professional mexanizatorlar chiqyapti. Bu traktor emas bu. Bu pagruschik deb yozyapti. P-A-K-R-U-Z-C-Ik deb yozyapti. Pagruschik bu, traktor emas bu. Sen hattoki qaysi traktor emasligini bilmas ekansan ham deb aql berayotganlar bor. Vaholanki mana bu ingliz tilli davlatlarda mana shu pagruschik demoqchida endi. O'shani ham to'g'ri yoza olmayapti. Mana shu pagruschiklarni endi ruschada har xil turlari bor. Xullas traktorlar bor. Hammasini bir so'z bilan universal til bilan traktor deb aytishadi bularning o'zlari. Pagruschik u rus tilida yuklovchi degan ma'noni bildiradi-da endi. Ana shunga aqllilik qilib shundan ham shu kamchilik topaman deb hech bir ular tinib tinchimayapti-da. O'zbekcha aytib bo'lmasam yuklovchi degan. Buni hammasi traktorda endi. Bu bug'doy o'radigani bormi? Mana. Hop. Ana. Tilyonik. Haligi buzoqcha yangi tug'ilibdi. Voy, enasini yemsin. Qanaqa endi buni qaytarib orqaga qaytaraman. Ha, mayli. Bunday qilib qo'yib. Mana sekin fermani atrofini ko'zdan kechirib yuribman. Hop. Mayli, endi ular kamchilik topishga harakat qilaveradi, biz esa traktorni tirtirlatib yuraveramiz. Tirikchilik shu endi. O'rtoqlar, tirikchiligim shu. Mana shu jonivorlar ko'paysin. Mana shu jonivorlar o'zidan ko'payib shu har kuni nechtadir buzoqchalarni tug'ursin, ular katta bo'laversin, sut beraversin. Ana shunda nima deydi? Bizning tirikchiligimiz ham o'tadi. Tirikchilik endi. Mana shunaqa gaplar. Endi bu traktorga o'xshab qolsan, mol boqarsan deb kamsitishga harakat qiladi. Bu hech bir bilmadim, kamsita degan ish emas shekilli bu. Ha, mol boqaman-da shu oyligini olganimdan keyin. Traktor haydayman-da oyligini olgandan keyin. Pulini olgandan keyin. Ana shu topgan pulimizni necha pul topishimizdan qat'iy nazar hammasini O'zbekistonga kirim qilamiz baribir. O'zimizning yurtimizga kirim qilamiz. Ana shu yurtimizda bir nimalar xarid qilamiz. Hammasi borib shu yurtga tushadi. Endi mandagi chetda ishlab yurgan bu Rossiyadan tortib to Yevropa davlatlari deysizmi, Amerika deysizmi, kim qayerda ishlab yurishidan qat'iy nazar topgan pulini milliard qilib hammasini yig'ganda-da o'sha yurtga
kirim bo'ladi, valyuta. Bu juda katta ko'rsatkichlar. Bu nima bu ishlashidan qat'iy nazar? Bularga o'xshab, mana bu qo'shtirnoq ichidagi ashnalarga o'xshab odamlarni aldab, firibgarlik qilib, haqqini yeb, tovlamachilik qilib, bosqin uyushtirib, qo'rqitib, terror qilib yurmayapmiz, shunisiga shukr. Ana shu mehnatimiz bilan topyapmiz. Nima qilsak ham traktor haydayapmiz, mol boqyapmiz, onasini yemsin. Ular shu telefonni ko'tarib olib shantaj qilish bilan ovora. Hamma yo'qni shantaj qilib terror qilish bilan ovora. Mehnatimizni qilamiz, beminnatgina pulimizni olamiz. Hech kim taqillatib kelmaydi. Sen kecha menga bu ishimni xalqqa beraman degding. Xalqqa bermading. Pulimni qaytarib ber orqaga deb hech kim maliki bezovta qilib yurmaydi. Mehnat qilishni o'rgansin mana shu ashnalar. O'rganib qo'yinglar kasb hunarni, ey ashnalar. Ism saniymi yana? Mashenniklar. Jahongir To'laganov, Otabek Hamidov, Otabek Jo'rayev, Xurshid Shonazarov. Anu bir narsa Sharopov degani bor yana. Sharopov familiyasi. Mashenniklar, mashkalar. Mashkalar kasb hunar o'rganib qo'yinglar, kerak bo'ladi. Mana Sirojiddin Media hozir qamoqda. 1 million obunachisi bor edi YouTube'da. 1 million obunachisi bor edi. Hozir o'sha interneti-yu, YouTube'yu, prosmotrlari-yu yoki o'sha obunachilari-yu, o'sha internetdan shuni orqasida odamlardan pulini shilib yurgan. Hozir nima yordam qilyapti o'sha narsalar? Ertaga sanlarga nima yordam qiladi? Qo'lingda hunaring bo'lsa, ana o'sha yordam qiladi sanlarga. Bo'ldi, internet yo'q sanlarga undan keyin. Internet bo'lmaydi sanlarga. Nima qilasan undan keyin? Qo'lingda po'qqi ishi kelmagandan keyin bor. Biror bir kasb hunarni o'rganib qo'yinglar. Asqotadi. Ertaga haligi yaqqa ishga chiqqanda o'sha mutaxassis bo'lsa, o'sha ashaqda ham o'shani nimasi yuqoriroq turadi, obro'yi. Qo'lidan bir ish kelsa. U ishxonalar ancha-muncha joylarda talashadi keyin. Mana shu yaxshi mutaxassis ekan, qo'lidan hunar kelar ekan deb. Ana shu ashini uchun haligi maymunaqalardan qilib menga berilib o'sha 500 ming, 1 million obunachingga ishonib mana shularga shularni pulini shilib yurgan bo'lsang, yo'q bo'ladi u imkoniyatlar senga. Yo'qoladi u imkoniyatlar. Bo'ldi, nima qilasan keyin? Ish o'rganib qo'yinglar, ishlanglar. Ishlagan tishlaydi. Mehnat qilgan xor bo'lmaydi. Sal bir jismoniy qimillanglar. Qara, cho'chqaga o'xshab semirib ketyapsanlar. Hammang birin-ketin qorin qo'yib. Hali yosh bolalarsanlar hali. Tekin tomoqman, tamagirlik, tekin tomoqlik qilmasdan mehnat qilinglar, ishlanglar undan ko'ra. Ana shu hayotingda asqotadi. Haloling bo'lib keladi, tinch o'tirasan, quloqing tinch bo'ladi. Bu bir yaxshilik tomonlama maslahatim. Biz esa tirtirimizni haydab mana yuraveramiz endi. Shu tirikchiligimiz shularning orqasida nima deydi? O'sha bola chaqamizni boqyapmiz, qozonimizni qaynatyapmiz. Oshib-toshib haligi hech narsa buyoqlarda ham yo'q o'zi. Lekin nisbiy qaralganda hamma narsa nisbiy. Kimdandir yaxshiroq, kimdandir yomonroq. Shunaqa holatlar. Endi shukr qilamiz, holatimiz yomon emas. Men o'zimga o'zim aytadigan bo'lsam, holatim yomon emas. Juda normallik, tinch, sokin. Faqat shu uzoqdaman. Ana shu tomoni bor, vatan, yurt, sog'inchi bo'ladi, do'stlar, birodarlar, qarindosh urug'lar. Ana shu narsalar bor, milliy taomlar. Ana shu narsalar ozgina qiynaydi, atak. Mana bu yoqda ham tilini topib, o'sha ishimizni qilib,
uncha-munchasidan yaxshiroq obro' e'tiborga ega bo'lib, ya'ni bular mehnatingizga qarab sizga baho beradi. Bidir ana munofiq bashara turli maskalarni kiyib olib, kiydirib, mana bunaqa qilib har xil yolg'on gaplarni gapirib yurgan bidirlab haligi tilingiz charxpalak bo'lib aylanishiga qaramaydi bular. Bular mehnatingizga qarab baho beradi. Yaxshi mehnatkash bo'lsangiz, ana shunda hurmatingiz oshadi. Bu yerda Yevropada ishlash uchun do'stlar, bir narsani aytib o'tay, Yevropada ishlash uchun yevropaliklar, bular men o'zim bo'lgan joylar endi, по крайней мере, juda mehnatkash. Qattiq mehnat qilib, mana 4:30 ertalab kelgan. Mana kecha o'tgan kuni hozir dalalarga o'g'it sepish bo'lyapti. 4:30 da ertalab kelishyapti. Kechasi soat 2:30 tongga yaqin 3 gacha ishlashyapti. To'xtovsiz, non stop. Shu traktorida o'tirib ketayotgan joyda hali buterbrotlarni tiqib yuboradi, ketaveradi lekin. To'xtab, qornini qashlab, men boshiga mana voy charchadim deb bunday narsa yozib qo'yib, yotib olib 1 soat ovqat qilib ham o'tirmaydi. Qattiq mehnat qiladi bular. Hamma joyda shu. Bularda o'sha biror bir natijaga erishishingiz uchun bulardan zo'r bo'lishingiz kerak. Bularni mehnat kamida teng bo'lishingiz kerak. Ana shunda siz ko'zga tushasiz, ana shunda sizni keyin biror ish qo'lidan keladi deb, keyin sizga yopishadi, sizni olib qolish harakatiga tushadi. Yalqov bo'ladigan bo'lsangiz kerak emas bularga. Men aytganman, bizning odamlarimiz ko'proq shu choy ichib, choyxona, oshxona qilish yaxshi ko'radi. Bu yerda unaqa narsalar yo'q. Bu yerda shu faqat shu ish natija, o'sha rezultat, samaradorlik ana shunga ururadi. Ana shu ishlab olish kerak bo'ladi. Dam oladigan paytlar ham bo'ladi. Lekin ish paytida ishlab olish kerak bo'ladi. Ana shundagina siz bir ko'zga tushasiz, bir qanaqadir natijalarga erishasiz, sizga qanaqadir rahbarlar, o'sha boshliqlar tomonidan yaxshi munosabat bo'ladi va yaxshi отзыв bo'ladi. Ana shu narsa muhim. Yevropaga kelgandan keyin bor bularni o'zidan zo'r ishlab olishingiz kerak. Hech qanaqa yalqovgarchilik ketmaydi. Shu. Endi mayli, peshanaga tushgani shu boshida bori shu ekan, taqdir taqozosi deydi. Shunaqa narsa yozilgan ekan. Bu havas qilib haligi chetga borib ishlayman deb kelib qolmaganmiz, shu majburlikdan kelganmiz. Shu sekin qaysidir sharoitlarimizni, qaysidir moliyaviy sharoitlarimizni o'zimiz uchun, oilamiz uchun to'g'rilash uchun harakat qilib yuribmiz. Ana shu o'rtoqlar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Biz esa ishlashda davom etamiz. Bye bye.